Yo'q, mening qaytqim bor, lekin borsam o'lim kutib turdi meni. Hatto men balam chidamay qaytay deb unim qilsam yo'lishim unimdi. Borsaqla biz o'lim yo'li kutib turdi bizni. Şu o'ltiraq rayonlarida hamma yerda telekamera bor. Bir binanın içinde birden casus bor. Mening bilganim bir aniqlash casus bor. U uylarga kimlar kiryotidi, ular kirgan odamlar qanday insonlar nima ish qilyotidi. Hozir endi material masalat keldi deb butun iskanjaga olib qo'ygandiki. Shunga qarab ularni har tilimizni yo'qotdi, assimilyatsiya qilib, butunlay xitoylashtirib, hatto xitoylashtiribmi bo'ldi qilmaydi. So'z saroy har turli ommaviy so'rovlar bor. Hammasida saqchilarniki beliqida bir qo'rshav ichida o'zini nima qilib turib, to'sab turib, to'liq qurollangan askarlar bilan qarab turibdi. Shunda bir masalan 3-4 yoshlar sizdagi yoshlardan 3-4 birga kelib bunda mungdashgan bo'lsa kelib boshlanib turibdi. In het noordwesten van China zitten honderdduizenden Oeigoeren in kampen. Op Google Maps zijn ze duidelijk te zien. Soms zijn het gevangenissen, soms heropvoedingskampen. En het zijn er steeds meer. Şu balına şu xabarni onundan hech bir xabar yo'q. Oxiri 2017 yil 4-oyning 15-kuni eliqi sot ichib eliqi 13 yillik kesibdi. Shu xabarni Nabijon xabar qildi. Onundan beri hech qanday xabar topmadik. Yo'q, mening qaytqim bor, lekin borsam o'lim kutib turdi meni. Hatto men balam chidamay qaytay deb unim qilsam yo'lishim unimdi. Borsaqla biz o'lim yo'li kutib turdi bizni. Suriyaga masalan ayt bayramlarda qaytyotidi, buningdagi qaytidi, ularning davlati bor, urush to'xtasi ketidi. Lekin bizning Uyg'ur turklarining hech qanday qaytish yo'li yo'q. Biz qaytamaymiz.